aytadigan bo'lsam, men yaxshi tushuntirasiz. Agrobank taqdimoti ziyorat tomoshash boshqarmasidan. Bu yerga kelishimizdan maqsadimiz o'sha Agrobank filialida hozirda mavjud liniyalar, ya'ni kreditlar to'g'risida ma'lumot berishim kelgan. Bizda hozirda ishsiz fuqarolarga ikki xil paketlarimiz ochildi. Ularni o'tadigan bo'lsam, birinchi kreditimiz mahalla loyihasi deb nomlanadi. Bu 5 yil muddatga beriladi. 2 yil imtiyozli davr bilan beriladi. Foiz stavkalari haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, 25% erkaklarga, 23% ayollarga beriladi. 2 yil imtiyozli davr bo'ladi, ya'ni 2 yil faqat foizini to'lanadi. Qolgan 3 yil hammasini qaytarasiz. Ulardan kimlar foydalanishi mumkin? O'zbekiston fuqarosi bo'lishi kerak, ishsiz fuqaro bo'lishi kerak. Ta'minot uchun, shu shaxs ta'minot uchun kapillik yoki sug'urta polisi taqdim etish kerak. Uzog'i 3 ish kuni yoki 2 ish kunida chiqarib ketamiz. Buning uchun o'sha bizga bog'langan mahalla fuqarosi bo'lishi kerak. Misol uchun Shangiplan yo Maruzor yo Bozor shunga o'xshagan. O'zini band qilgan shaxs bo'lishi kerak. Ikkinchi kredit liniyamiz bu 17 millionlik biznesga ko'mak qarzi deb nomlanadi. Bu maksimal summasi 17 million so'mgacha beriladi. Men foiz stavkasi ayollarga 23%, erkaklarga 25% bo'ladi. Bu 6 oy imtiyozlar bor, ya'ni 6 oy faqat o'sha foizini to'lanadi, tanasini qo'shib to'lanadi. Bundan ham shu tartibi bir O'zbekiston fuqarosi bo'lishi kerak, 18 yoshdan 60 yoshgacha masalan chiqadi. 18 yoshdan 60 yoshgacha fuqarolarga beriladi. Uchun deb bo'lmasligi kerak. Kimda savollar bor shu bo'yicha? Savollar yuzaga kelgan bo'lsa. Oxir sizning savol bormi? Bu plastik kartani o'ziga tushadimi yoki ta'minot orqali tushadi? Sangiz fuqarosimi? Ismingiz nima edi? Mahfuza. Mahfuza opa, to'g'ri so'radingiz. Bu bizdagi boshqa banklar o'shalarga ta'minot paymachi tushmaydi. Misol biz eski karta ochasiz, Agrobankga borib, o'sha kartangizga pul beriladi. Tashkil avtobusingizga bo'lasiz, shunday ta'minot bizda yaxshiki o'sha o'zingiz borib tanlab sochim qulchilik yoki xonavonchilik yoki issiqxonachilik qulchilik olmoqchisiz. Xohlagan joyda qancha olingiz bo'ladi. Shunday qilib beramiz, o'zingiz tanlab sarasini olib qolishingiz. Shu tomonda mazali bor.